Mashinamizda uretroskopiya amaliyotini o'tkazyapmiz. Uretroskopiya bosqichida uretrani, ya'ni tashqi siydik kanalini devorlariga va sfinkterni ishlashini tekshiramiz. Suv yuborib qo'yib olganimizda yopilib turibdi. Bu degani sfinkter ishlab turibdi. Qoniqarli. Kirganimizda birinchi ko'zimizga tashlanadigan narsa hozirgi holatda qovoqni devorida kistaga o'xshagan hoslachalar borligi. Bu esa surunkali siydik yo'lida infeksiya borligini ko'rsatadigan bitta belgi. Hop, bu o'ng siydik nayimizning og'izchasi, qovoqqa qo'shilgan qismi. Bunisi esa chap siydik nayning og'izchasi. Siydik qopini devorlarini holatini ko'zdan kechiramiz. Aytgancha bemorimiz hozirda narkoz ostida, ya'ni gaz yordamida maska bilan qulatilib turibdi. Buning ustunligi bemorimizda gazni to'xtatishimiz bilan narkoz ta'siri ketadi. Bu narkoz davrini qisqaligini va zararli ta'sirlarning kamligini ta'minlaydi. Bunda kistozli hoslachalar faqatgina treugolnik leto sohasida joylashganligini ko'rib turibmiz. Birozgina o'ng siydik nayning og'izchasining orqa tomonlariga tarqalganligini, chap tomonda esa bu zonadan orqaga o'tmaganligini ko'rish mumkin. Hop, qovoqning boshqa devorlari holati qoniqarli. Birozgina qon tomir arxitektoniyasi, qon tomir ko'rinishi kuchaygan holatda ko'rinib turibdi. Gazni o'chirsangiz ham bo'laveradi. Tekshiramiz. Amaliyotimiz o'z yakuniga yetdi. Bu qismimizda hozirgi amaliyotimizdan xulosa qiladigan bo'lsak,